ZKK. Qani? Ularchi? Qandaysiz ZKK? Nozi yaxshimisan? Sanoshga yaxshimisan qizim? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsiz? Yotibman shunda hozir efirimni o'chirib yoqdim. Mana Narshina kelib yotdi. Shunday qo'ysam ham Narshina beryapti. O'ziga o'zi menga ham kelib yotibdi. Eshitdimi? Sanoshga Ha? qaraysan, oldin yopdingmi yo endi yopasanmi? Endi soat 6da endi 6da yopamiz. 1 soatdan. Yo'q, o'zimi? Ta'bir chukking ushagim keladi sana, qizim. Ro'za oyida uyalmaysizmi? Pirsak? Ya, Buni chukka yo'q-ku. bor. Qayerga? Chiqim yo'q-ku. Mismildirig'ing bor-ku zato, mismildirig'ing. Popishim bor, popishim. Kapalagimi? Mismildirig o'sha, mismildirig. Kapalagmi? O'sha kapalaga mismildirig deyiladi. O'shagiz keladimi? Ha, ushlab yotaman-da. Yalagim kelyapti ham demaysiz hali ham. Jimay, unaqa ishdan tiqishtirma menga, qizim. Menga qara, men qorni to'q odamman. Men uni yeb to'ymagan yelab to'ymaydi. Yelab nima qilaman uni biladi. Sizni ham bir 10 yil bironta joyga qamab qo'ysin, yevorasiz, qovurib tavoga solib. Endi u paytda da. Ko'zingizga bir shirin ko'rinib ketar. O'ta. Shunday bo'lib qolarsiz. 4-5 oy qizlar bilan oldin bo'lib yurgan, 4-5 oy bo'lib yurgan bolalar libo bittasi yalaydi. O'shanaqa odam topib bering, ZKK. Mana Meksikadagi kellanmasin o'sha. Bu balo ayibsiz-da, Meksika. Sen Kismini yaxshi taniysanmi? Men Kismini yaxshi taniyman. Okey. Hamidovgacha nechta odamga siktirgan? O'shani aytib bera olasanmi? Bitta o'zini yurayotgan odam bordi, Hamidovdan oldin bitta gaplashib yurayotgan odam bordi. U bilan urushib qolgandan keyin bitta bola bilan gaplashgan, keyin Hamidov bilan gaplashdi. Nima qilibdi? Kim bermaydi? Mana maqolni eshit. Ikkita chopur ko'rgandan mashina bo'lmas, ikkita qo'toq ko'rgandan xotin bo'lmas. Qo'toqqa kerakmi u? Bo'pti, xotin qilmabdi, lekin shu bolaga ishonib TikTokka kirmadi. O'zingiz ham yaxshi bilasiz. TikTok qilmadi, shu bolaga ishonib o'tirdi. Kirdi gazetsalarda ishdan sotib nima qildi? Prostinalarga o'rlab. Hamidovni oldidaydi, ZKK, telefonda gaplashaman-ku, nima qilasiz shunaqa qilib. Hamidovni yonida edi o'sha payti. Hamidov mening ukam. Hamidov toza bola, halol bola. Halol bola bo'lsa, haqiqatan Xudoni qo'rqsa, to'xta qarzlaringni yopib beraman mayli shaxi. Bo'ldi, sen ham bas qil, men ham bas qilay derdi. Mana bunaqa janjal to'polon qilib tirpilalik qilmasdi. Aytilgan. Ayolni hech qachon aytgan yo'q. Yig'lab men 3 sutka u yig'ladi, 3 sutka. Tomirlarini kesib yig'ladi, rosa yig'ladi, o'zimni o'ldiraman deb yig'ladi. Men yonida edim, WhatsAppda ZKK nima qilasiz? Rosa yig'lab o'tirdi. O'ldirsin o'zini, kreditdan qutulardi. Endi baribir hamda prosta agar insofi bor odam bo'lsa, to'xta, hamma narsangni qilib beraman, bo'ldi. Bo'ldi qildi yerda qo'yardi-da. Nihoya sebe 70 ta odamga soldirgan qizni 500 million krediti bor, to'lab berish kerakmi? 70 ta odam qilgan qizni. 500 million emas, o'sha yurgan paytidagini deyapmiz biz. 70 ta odamga soldirgan qizni omchasini qilib olib ketib boshqa davlatlarga qilib kelgani yomonmi? To'xta. Yurgan paytida 2 oy yurgan. 2 oydagi krediti 11 milliondan 22 million so'm bo'ladi. Nimaga 100 million so'm so'raydi? 100 million so'ragan, qo'liga 1000 dollarga soat olib bergan. 2 oylik kreditini yopib bersa, keyin donat qilgan pullarni qaytarib bergan. Kamida 4000 5000 dollar pul berish kerak u bola. 5000 dollar pul berish kerak. To'xta.
Hamidov bundan soat so'ragani o'zi podqalamchilik qilib soat olib bergandir. Nima qilib bo'lsa ham zat olib berganmi? Olib bersa olib ber. Qarzga olib bergan uni ham. Hamid 5,000 pulini qo'liga berganda olam guliston edi. Hamidov meni ukam. Qo'y sizni kimingiz bo'lsa ham menga. O'sha qizni qiyomatda javob bersin. Ana shunday ayollarni aldab haqqini yesa, qonun emas, qiyomatda oliy hukm tepadagi. Qiyomatda javob beradi. Jalabligini bilib turib, jalab deyotgan bo'lsa endi, jalabligini bilib turib birga yashab yurgan, o'pib lablaridan qilib yurgan. Bo'lmagan gap. Jalab deysizlar, anaqa ishlaringga kelmasa jalab bo'ladi-da. Shuning uchun Bo'lmagan. qiyomatda oladi haqqini. Jalab bo'lmasa Jalab bo'lsa o'ziga nimaga to'g'ri odamni topib, yaxshi qizni topib, shunaqa qilib olib yurmadi. Nimaga Shahib bilan eminna? Mana yaqinda to'yini qilamiz Hamidovni. Boraman to'yga. Nimaga men ololmaydi bolalar? Men xutiga sikaman. Men unaqa allab yurayotgandan sudrab yur. Pulni to'la onangni kutiga siska. Shu eshikda oldidan pulini olaman onangni kutiga sikalarni. Hech qachon pushaymon yemasligim uchun. Ha. O'shancha har safar soldirgan paytda sira chot qilinglar qizlar. Gap soldirishga emas, sevaman, o'laman seni deb TikTokdan chiq desa, ters xarajatlarni aytaman. Nagli, politsiyaga boradimi, qo'tag'imni yeydimi, qonunni bilgan odam siksa bo'ladi. Endi uni tanishi bordir-da Toshkentda. No qonunni bilgan odam любой путем siksa bo'ladi. Любой путем. Hech qanaqa birga shantajlik ketgan yo'q. Chunki uni puli o'tkazib bergan. Chunki Nozima opa menga $1000 tashlab yuboring, srochna nimaga? Mana shunday hozirlarni beradi sizga. Bo'pti. Bunday qilib yuboring deb menga aytgan chunki. Men gaplashgan paytim Hamidov beradi qarzlarimni, TikTokka kirib ishla, krediting nima bo'ldi? Qanday to'laysan deganimda, yo'q, men bu bola bilan yashayapman, Nozima opa, hammasi yaxshi. Bo'ldi, TikTokka kirmayman, hech kimga javob bermay qo'ydim o'zi deb aytgandi menga. Shuning uchun menga kimdir TikTokdan chiqasan desa, enangni ko'tagasiga ko'tini qiligacha qo'ysan olaman pulini. Boshqancha aytaman, eshit. Narkomanning so'zlariga, fohishani ko'z yoshiga ishonma. Shuning uchun yig'lab o'tirmaymiz-da, Zek aka biz ham. Yig'lab, siqtab, voy, chay. Jiyan, Nozi, jiyan. Chunki Zek aka o'zingiz to'xtang mana, xudoyligingizni ayting. Alloh mana ro'za Ramazonda. Agar siz mana shu uyda yashab turib, bitta ayol bilan mana 5-6 yildan beri yashab turib, tug'dirib yo tug'dirmay, shu ayol bilan birga yashayapsiz, shu ayol siz aytganingizni qilib o'tirgan ayoldi. Haqqini yeb ketasizmi, yo'qmi? Bir. Ikkinchidan, agar mana hozir bironta normal erkak o'zlaringga qonunni yig'ishtiringlar. O'zlaringni bolalaringga qaramay xotinlaring bilan sal yaxshi yomon bo'lib qolsalaring, xotinlaring qamatib yoradi-ku. Alimentga berib kutlaringga sikib yoradi-ku, uylaringgacha tarmashib. Xuddi shunday bilinglar. Unaqa oilalar juda ham kamdan kam. 10 mingdan bitta. Juda ham kamdan kam. Voy balasiga pul bermayotgan erkaklar sikilib yotibdi-ku. Voy o'zini tug'dirgan balasiga qonundan emas, Xudodan qo'rqish kerak. Qonunni olib borib alimentini kamaytirib o'z balasini haqqini bermayotgan erkaklarni yer ko'tarib yuribdi-ku. Nima qilasiz? Tortishman bilan haqqini berish kerak. Ommi, jalabxonaga borsangiz ham pulini berib sikasiz-ku. Zek aka tekinga kel zek deydimi bironta? Yo'q, hamma pulini siz ham bolangizga qaramasangiz kim janjal qiladi? Nimaga qaramayapsan bolalarga deydi. Och qo'yib qo'ymaysiz-ku bolangizni. TikTokda o'tirib qizlar bilan gaplashib, mazza qilib kayfingizni qilib yursangiz kim qo'yadi sizni? Endi menga orqasida buzog'i, ikkita buzog'i bor, sigir kerak emas. Shuning uchun ham Hamidovga buzog'i yo'q sigir kerak edi. U sigirni ana qildi. Haqqini bersin, qonun emas, haqqini bersin, tamom. Ro'za Ramazonda haqqini bersin.
qarasa u sigirni ikkita buzog'i bor ekan, idin naxuydi bordi. Ko'rak xo'rga. Hech qachon ikkita bitta bolasi bor uni, hech qanaqa ikkita bolasi yo'q. Uni ham dadasi katta qiladi, qo'toq deyibdi. Uni dadasi avtobusdan direktori. Avtobusdan direktori bo'lgan ekan. Xo'y, qayerda direktori bo'lsa ham. Haqiqat anglamang. Hamma ham inson. Bitta narsani tushunmayapman. Nimaga Gucci qamaldi? Mana qara, Sanochka senga savol bor. Hayoting so'rasam bo'ladimi? Hayotingdan yomon ma'nodami? Hayotdan so'rasam bo'ladimi? Hay, so'rang qani? Birinchi savol, ota-onang bormi? Bor? Otang bilan onang yashaydimi? Ikkinchi savol. Yo'q. Nega? Ajrashgan yoshligimda. Ana. Uchinchi savol. Otang bilan atnashanang yaxshimi? Yo'q, yig'ishtirganmiz atnashaniyani. Sen yig'ishtirgan biza dema, sen uni qizisan, onang bilan ularni urushiga seni aloqang yo'q. Sen kimsan otangni rishat qilib hayotini? Hay, otam o'zlari mendan xabar olishni xohlamasalar, men Mendan xabar olishni xohlaydi. Seni yoshligingda balki otangga ko'rsatmagandir seni onang. Qanday sen otangga qanaqa aybdor qilishing kerak? ko'rmay katta bo'lganman. Otam o'zi ham kelish xohlamaydi. Seni onang ruxsat bermagandir otangga, o'shaning uchun ko'rmagandirsan sen otangni. Hay, shuni ham bo'lgan, tamom, yo'q. Ana. O'shaning uchun faqat erkak odamni ayblamanglar, ho. Amlaringizni qisib yashanglar hayotda. Ha, nima bo'lganini tepadagi Xudo biladi. Dadam yo'q, nima qilay? Sen dadang o'lgan bo'lsa mayli. O'lgan endi o'lib ketdi, uni aybdor qilib bo'lmaydi. Lekin bitta narsani bilib qo'y. Faqat erkak odamni ayblamanglar. Amin qissang bor-ku, amin qissang. Seni olib chiqib yering sot bir hech kimga. Ursa urar bir shapaloq. Lekin qorning to'ydiradi, kiyimga olib beradi, uyingni qilib beradi, issiq qilib beradi uyingni. Nima deyapsan sen erkaklarni? Shunaqa bitta topib bering, Zik aka menga. Ikkita buzog'ing bilan men senga topib bera olmayman-da, unaqa ko'tdi. Buzog'imni akam katta qiladi, men emas. Baribir. Nima? O'zimga buzoqcha tug'ishim kerak ikkita. Yo, Nozi, o'yin, suhbat bilan. Ikkita bolali ayolga bir boshqa erkak otalik qila olmaydi bolalariga. Otalik qilmasin, meni sevib yashasin deyapman. Qalingiz joyigamisiz? Otalik deyorasiz. Ota degizdirmayman balalarimga. O'zim uchun, sog'ligim uchun. Ana shu. Ko'rdingiz hayotimni. Ana shu, eshit. Men pulim bor insonman deylik. Seni oldim deylik, xotin qilib. Seni tug'ishing ham kerak emas. Men o'zim farzandlarim bor deylik. Men seni ikkinchi xotin qilib oldim deylik. Meni planim senga bir oyda $1000 rasxod. Meni planim. Seni planing har oyda mendan $10,000 olish. Birinchi oy indamaysan. O'sha menga rozi bo'lasan. Ikkinchi oy indamaysan. O'sha menga rozi bo'lasan. Uchinchi oyda $10,000 so'raysan axsan. Men tanimaykansiz bo'lmasa. Tota, yo'q, sen emas. Senga o'xshaganlar deyapman. Eshit. Keyin men aytaman. Palonchi, sening $1000 rasxoting bor. Keyin senga men aborotlan qilsak uy olib beraman deb va'da berdim. Sen hozir $10,000 so'rayapsan. Nima qilmoqsan? Desam, endi sen meni endi xotinday bo'lib qolding-da endi, как будто juda ham yaqin. Sen menga dadasi, yani ikkita bolaman bor, akam qiynalib ketdi. O'shalarga velosiped olib berish kerak, uy olib berish kerak, mashina olib berish kerak desam, seni ikkita buzog'ingni men bo'ynimga otaliqqa olmayman. O'zimni bolalarimni orttirib, o'zimni kayfim uchun $1000 rasxod qilaman men. Qisam. Bir oyda 4 marta yotamanmi sen bilan? 7 marta yotamanmi? Bor yo'g'i. Lekin men 7 marta yotish uchun prosta 7 marta boshqa bir qiz bilan ayolimdan boshqa
7 marta boshqa biri bilan quchoqlashib yotish uchun menga $1000 kerak emas, 7 marta to'kish uchun. Gap to'kishga emas, Zika aka mana bir-biriga sutgan. Sen tushungin. Kasallik, sog'lik, uzoqdasiz. Mana siz hozir uzoq davlatga ketdingiz, sizga bir issiq sovuq qiligingizga, kiringizda uyga kelgandimni uyingizni chirog'ini yoqib o'tirayotgan, bir ishga ketgan payti bir ishlab bir-biriga aldab o'layotgan odam kerak bo'lib qoladi-da. Siz hozir O'zbekistonda o'tirib va 7 marta gap to'kishga biron nimaga, ama to'kish kerak bo'lsa, ana unaqa olib kelib qizlar qo'lda yasama qo'toq ko'tarib yuribdi hamma qiz. O'shanda olib yuraveramiz biz ham traktor. Chet elni tushuntiraman. Mehr. Chet elni tushuntiraman. Chet elda topishgan ayol bilan erkak hech qachon abadiy qola olmaydi. Nari beri borsa Abadiy qolmasmi? Tushunmayapsan? Nari beri borsa o'ynash bilan bir yil yashaydi chet eldagi mujiklar. Boshqasini qidirishga majbur. Sabab chet eldagi mujiklar eshit, vnimatilni eshit. Mana men keltirib beraman. Chet eldagi mujik bilan ayol ikkalasi birga o'tirib viski ichadi, aroq ichadi, nasha chekadi. Bu qonun talabi, hayot qonuni. Bir kuni nasha chekdinglar, kayf qildinglar. Og'ziga berdi, ikkinchi marta yana nasha chekdinglar, amini yaladi, uchinchi marta ko'tiga chiqib ko'radi. Erkak odam jirkanadi keyin. Vaqtlar o'tib bir-biridan tarqalib ketadilar. Chet elda shunaqa. Chet elda shunaqa. Bo'lmasa shunaqa qilmaymiz bolalar. Yo'q. Eshitlaring ham. Bu men senga aytibman. Bu keltiriladigan osnovniy so'zlar bular. O'shini Короче, yo'q. yo'q qilib yurish kerak. Xuddi Hamidov bilan Shahiday. Tamam. Eshitdim. Bu chet elda uyidan tashqariga chiqib ketgan, zagranisada yashayotgan mujikka ham, ayolga ham tegishli narsa bu. Birinchisi og'ziga beradi, birga yeb ichib, kaynak ichib, viski ichib, ikkinchisi amini yalaydi. Hech kim bilmaydi-ku deb. Og'ziga bermami pishishadi baribir. Uchinchisi ko'tiga soladi. Keyin u qiz u erkakka ne interesna. Tushundingmi? Tarqalib ketadi. Boshqa yangi qizni topadi. O'sha bilan yana продолжение. O'sha mujikning hayoti ham shu, qizning hayoti ham shu. Продолжение просто energiya olish uchun charchoq bosdi o'sha narsa. Men senga keltirib beraman buni. 100% bunaqa problema mana shunaqa hal qilinadi chet elda. Tarqalish, qo'shilish. Tarqalish, qo'shilish o'sha munosabat. 3 ta narsaga asosan. Og'ziga berish, ko'tiga sikish, amini yalash. O'sha narsa. Aylanishga boradigan mujik yo'q chet elda. Bir marta boradi kafega, restoranga, 2 marta boradi parkka, 3-marta bormaydi. U ketib ishlash kerak. Sen bir odam michiqlab yotsan, dadasi deysan. O'zi yaqinda tanishding. Dadasi deysan, bitta tros olib bering deysan. O'ynayib ketadi. Prost deyman lekin. Prost deb arqon degan tutasan. $2000, $3000. U bir marta olib beradi. Ay, mana bu ishimni Dadasi, uyga $5000 jo'natib olish kerak ekan. O'shanga buyim mazasi yo'q. Buyim mazasi yo'q. 5000 bering desa, hozir pulni dedi, uyga jo'natib oldim men dedi. Keyingi oyda ko'ramiz dedi. 2-3 oydan dalish ketmaydi. Zagranisada o'ynash tutgan odamlarniki. Bilib qo'y. Faqatgina Zagranisga borgan ishit. Birinchi aytaman onangiz. Ishit. Faqatgina Zagranisaga ketgan mujikni dolga o'ynashi bilan yashashi bitta sababga asosan yashaydi u sabab. O'sha borgan territoriyasi, borgan davlatidagi o'ynashi o'sha stranani grajdanstvosi bor. Bu mujikni himoya qila oladigan grajdanstvosi bor. U ayolni o'shani hisobiga uni kaprizlariga chidab, uni bilan boshqa narsasiga chidab yashay oladi. Atak hamma chetdan kelganlar 2 oydan ko'p yashamaydi. Bunga O'tag'imni yeysiz.
Kerak bo'lsa 10 yil yashaganlarni bilaman, kerak bo'lsa 15 yil bekadimi bir-birini zo'r tanib ketadi. Siz lop qilmang 1 yil yasha. Toza O'zbekistonga o'tirib olib, toza bahona qilasiz. Siz ham qo'yib qo'raverasiz, mana shunday. Qani u odam qani hozir? O'sha odam qani hozir? O'ldi-da bechora, o'ldi, rostdan o'lib qoldi. Sani azobingga chidolmasdan o'ldi-da u ko't. Yo'q, avariya bo'ldi, avariya bo'lib ketdi. O'sha sani Azob o'ylab berganmi? Sani o'ylab yo'lda nima qildi? Biladi, Noziga 5000 berish Rashk ko'p qilardi-da, ko'p uyga qilib 7000 berish kerak. avariya bo'ldi. Qayerdan topaman deb uxlab qolib avariya qilib o'ldi o'sha. Sen yeding o'shani. Qizim? Yo'q, Zek aka, bir-birimizni yaxshi ko'rardik-da, juda ham qattiq yaxshi ko'rardik. No, endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Suyatli ishdan. Taqdir. Joning sog' bo'lsin. Uni ham ajali kelgan. Cheresdan kelgan faqat ajal. Ya, o'lmadi Zek aka. Bunday bo'ldi. Onasi og'ir kasal bo'lib qoldi, o'zi avariyaga uchrab ketdi. Keyin onam bilan dedi, hajga boraman dedi, hay dedi. Dedim, onasini hajga olib ketdi. O'sha hajga borib, o'sha yerda menga telefon qildiki, men onamga so'z berdim. Naqa sen bilan yasha olmayman, hech qachon rozi bo'lmadi onam dedi. Men lekin Alloh uchun mayli dedim. Chunki yaxshi ko'rgan, meni juda ham yaxshi ko'rgan. 6 yil men yashaganman u odam bilan, tan olaman. Men Alloh uchun onasini sog' bo'lib ketishi uchun, onasi hech qachon kasal bo'lmasin mayli dedim. No, lekin rozi bo'ldim, o'zim ham mayli deb keyin Amerikaga ketib bordim-da Zek aka. Prosta nima qilaman? Norozi qilib, o'zi yosh katta ayol, juda og'ir kasal edi. Shuning uchun o'g'lim, sen shu qiz bilan yashamasligingni xohlayman, u ham o'zini yo'lida yashasin degani uchun mayli deb yashamaganman. Lekin hajga borib to'g'risini aytgani uchun mayli deganman. To'g'ri talog'imni berdi. Hajga borgandan keyin, bega kelgandan keyin Samarqandda talog'imni berdi. Keyin mayli deb men o'sha o'zim yo'limda yashadim-da. Nima qilaman yashirib? Yaxshi ko'rganman. Ismi Hasan edi. Mayli, jon sog' bo'lsin, Hasanni ham, Husanni ham. Gap nechit? Mana ikkita qizsilar. O'zimni bolalarimni lekin bilasizmi? O'zini balasidek katta qilgan Zek aka. Da. O'z balasidek. Ana shu. Gap nechit? Mana ikkita qizsilarda bitta savolim bor. Bering desangizlar beraman. Ikkalangizga ham tegishli savol. Ha, bering. Buni bosib qo'yaylik. Kelib tursin bu narsa. Suhbat yaxshi ketyapti. Hadi. Bosib qo'yaylik buni. Uyim zo'r ekan-a, qizlar. Oynalar bor-da bu yerda. Ha, gapni eshit. Mayli, qo'y, oynani ham qo'y, tualetni ham qo'y, bizga kerak emas. Gapni eshit. Ha. Mana sizlar ikkalangiz ham sivilizatsion qizsizlar. Pul topib yurgan, o'sha mashinalar haydab, o'zlaringizga to'q qizsizlar. Ha. Bitta savol, guruh bo'lsa ham aytaman. Qo'toq so'rashga qanday qaraysizlar? Faqat Ramazon oyida yolg'on gapirmanglar. Menga yoqmaydi. Ramazon oyida mana Xudo bor, umuman Xudo ursin yo'qmaydi. Qilmaganman, qilmayman ham. Og'ziga bersam beraman, lekin unaqa ish qilmayman. Taklif qilgan bola agar taklif qilsa, demak omyalaydi. Zek aka, shuni bilaman, o'shandan bilib olaman. Shunaqa taklif qilsa, men prema aytaman, mayli amimni yala birinchi to'yib, qizarguncha amchamni yalaysan, agar yoqsa, mayli keyin senga ham men shunaqa qilaman deb to'g'risini aytaman. Amchamni qizarguncha yalaysan 1 soat. Agar menga yoqsa shu narsa, mayli deyman. Chunki menga bironta shunday desa, prema aytaman og'ziga. Betiga degan, nima qilaman yashirib? Prema betiga aytaman. Qizarguncha yalab qo'y deyman, qani? Men mazza qilamanmi-kan? Bo'pti. To'xtat buni. Bir qizlarni, masalan, sizlar ayolsizlar, ayol kishini erta ajrashgan yoki ajrashmagan yoki qiynalgan ayolni jalablik yo'liga kirib ketishga nima majbur qiladi birinchi o'rinda? O'sha savolga to'g'ri javob beringlar qani.
pulda yo'qchilik. Ko'p qo'toq ko'rgani majbur qiladi. Yo. Yo'q. Yo'qchilik. Yo'qchilik majbur qiladi. Qo'tog'imni ham yo'qchilikdan hech qachon ne bo'lmaydi. Ko'p qo'toq uqalab yurganlar shunday qiladi, tamom. Bittasiga qolmaydi. Unay emas. Chiqib Yo'qchilikdan ishlash qara, yo'qmaydi. Tanosh, yo'qchilikdan desang, yo'qchilikni ko'rgan shunday qizlar bor, onasi borku, yoniga yaqinlasha olmaysan. Yoniga yaqinlashtirmaydi. Sen yo'qchilikdan Tushuntiraman. U yo'qchilikni ko'rayotgan qizlar jalab bo'lmagani sababi ularning akasi bor, dadasi bor, or-nomusli, u qizni boqib biladi. Unay. Lekin or-nomussiz akasi, dadasi borlar nima uchun jalab bo'ladi? Sababini tushuntirib ber, Sanochga birinchisan. Chunki otasi ham tashlab qo'ygan. Otasi ham tashlab qo'ygan, akasi ham tashlab qo'ygan. Hech kim xabar olmaydi, короче, o'z holiga tashlab qo'ygan. U ham biladi, u ham bilgan po'qini yeydi, chiqadi bilgan po'qini yeydi. Walmart unga qaramaydi. Tashab qo'ygan, qarab qo'yganni ham olib chiqib sikkanni. Ey, erini quchog'ida olib chiqib sikkanlarni ko'rganman. U qarab qo'ygan, tashab qo'yganga qaramaydi. Zotida bo'ladi. Zotida shunday bo'ladi. U tashab qo'ygan, qarab qo'ygan, puli bor qizlarni tekinga alfons boqib uyda cho'chog'ini so'rib yurganini ko'rganman. Puli bor qizlar kerak bo'lsa, nima deyapsiz? Tashab qo'yganga qaramaydi. Zotida bo'ladi. Nozi, jahl qilma. Hammasi bir xil emas-da, Nozi. Hammasi bir xil Nozi, emas. jahl qilma qizim. Shunday gaplashib o'tiribmiz. Oddiy holat. Men sizlarni ayblamayapman, yo Sanochni ayblamayapman. Sizlar shunaqasizlar demayapman. Ben prosta aytmoqchiman. Zotida bor deganda endi masalan bitta narsani tushunaylik. Zotida bor deganda o'shanda uni onasi ham jalab qo'yganda, to'g'rimi? Onasi bo'lmasa, amma tarafi bo'lmasa, ona tarafi, ota tarafida bo'ladi baribir. Qoniga tortadi baribir. Qonida borda, to'g'ri. Genda bo'ladi, ha? Qonga tortadi. Mana masalan, doktorning o'g'li doktor bo'ladi, hech qachon shofir bo'lib qolmaydi. Lekin dalboyobni balasi dalboyob bo'lgan, yibanni balasi yiban bo'lgan. Shu paytgacha shu narsa bor-da. Shuning uchun. Mana endi shunaqa deb tushunamiz. Mehnat qilayotgan bo'ladi. Dobrini balasi dobri bo'ladi, unaqa seryozni bo'ladi. Chumoni balasi chumo bo'lib ketadi. Bora alkashni balasi alkash bo'lib qoladi. Bora. E'tibor berib qarasangiz, qonga tortadi baribir. Хорошо. Uni endi tarafiga tortadi. Xo'p, buni tushundik deylik. Buni tushundik, mayli. Mana masalan mana oddiy birinchi savol Sanochga senga beraman. Prosta endi oilaviy gaplashib o'tiribmiz deylik. Suhbat bu, lekin men sizlarni ayblamoqchi emasman, prosta gaplashib o'tiribmiz. Botilni bosib qo'y. Qizim. Botilni bosib qo'y qizim. Bizlar tomondagilar ham urib o'tiringlar yaxshi suhbatlar uchun. Sahar chog'ida yaxshi suhbatlar. Bosinglar. Qo'lingizda podpисчикlar akalar, like bosib, repost bosib. Imkoniyat bo'lsa, qiynalmasanglar. To'g'ri qilma, bos. Mana. Sanochga senga bitta savolim bor. Prosta oddiy savol, guruh eshitilishi mumkin. Avlodingda qoni buzuq odam bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan, ha? Молодец. Oila ekanlar. Avlodimda sizga to'g'risini aytaman, meni bitta ammam 3 ta yerga tekkan, shuning uchun men onasi emsin hozir kimgadir tegib yashashga qo'rqaman. Chunki nimaga? Men ham xuddi bir 3 ta 4 ta yerga tegib, shunaqa sarson bo'lganimdan chem bo'lmaganim yaxshi, yo'q qilaman deyman. Men ham 3 ta yerga tegdim. Birinchi bolasi qaynab o'lib qolgan uchun ajrashgan, keyin shunaqa qilib janjallar ajrashgan, 3 ta yerga tekkan, buni tan olaman. Mayli, uni qo'yur biz. Lekin halol yashagan. Halol, unaqa ko'chada yurib, unaqa qilmagan, lekin 3 ta yerga tekkan-danmi? O'sha nasoq endi hamma yomon ko'z bilan qaraydi. Lekin halol yashagan. Gap yo'q, da. Halol yashagan. Yerga tegib, как положено, eri.
shu joyiga bitta maqol kelib qoladi. Men eski zamon paytida bitta ayol aytgan ekan, jalablarni ko'rib. Tavba qildim, astag'firullah debdi bitta ayol. Jalablarni ko'rib aytibdi-da. Tavba qildim, astag'firullah. 9 marta yerga tegibman, bir marta jalablik qilmabman degan ekan. To'g'ri. Halol ish. 9 marta nikohli bo'lib yashagan. Bitta ammam shu nikohli bo'lib, uydan o'sha oshqi mahalla to'yini olib kelib, to'y bo'lib ketgan. Birinchisida eri sal tentakroq bo'lgan, pichoqlagan ammamni. Shuning uchun vaqti o'xshamagan. Lekin ammam erga tegib, haqiqatdan eri xotin bo'lib yashaydi. Hech qanaqa to'y maraka bitta, xotini yo'q, xotini o'lgan erini. Eri xotin как положено mana. To'yi, janozasi, hamma narsasi, даже o'gay qizlari onajonim deb yaxshi ko'radi. Bolalarini katta qilib beryapti, ammam. Bitta shu ammam jamani shu 3 ta yerga tekkani. Alloh razı olsun. Men ham shu taqdirim shunaqa ammamga o'xshab ajrashganim uchun bitta men oilada men o'zim shallaqiman, yomonman, chunki xarakterim yomon, o'zim tan olaman. Bitta bola bor, meni yaxshi ko'radi, sevadi, lekin xotini bor. Nikoh qilib, qo'limdan ishlab, nikoh qilib o'qitib, birga yashab yuramiz, lekin uylanib hammaga ayta olmayman, rasmimni qo'ymaysan deydi. Unga qanday qaraysiz? Lekin halol yashashni yaxshi ko'rar ekan. Unaqa harom qarish yurishmas. Nikoh qilib hamma narsangni qilaman, uni ham, seni ham bir xilda ko'raman deydi. U ko't bola u. Unga nima? Ko't bola. Ko't? Harom haliyam haydamagan ekanman onangni sizga. Itimgir haromisi. Hammangda hammaga siskashiga eshitib o'tirgan bo'lsang, 7 jahoningni kuchuklar siksa harom umrimni yevar ekansan bo'lmasa. Ko't bola u. Agarda eshit. Agarda o'zimni oilamni, seni ham oilamga 1 so'm xarajat qilsam, senga ham 1 so'm xarajat qilaman. Shu teng toqqasliman degan, nikohimga olaman, seni ikkinchi xotinim qilib olaman degan odam, xohlagan odamingga aytgin. Xotinim ham rozi, oilam ham rozi. Sizlarni hammangizni xohlasam, yangi yil kuni hammamiz 2 ta 3 ta xotinim bilan bir joyga o'tirib, 2 ta 3 ta xotinimdan bo'lgan bolalarni birga o'tkazib boqaman degan odam mujik u. Lekin seni nikohimga olaman. Hech kim bilmasin seni. Faqat sikishib yurishing keraksan. Degan odam u ko't u. Ko't u. Harom, yaxshiyam ishonmabman onangizga. Alloh deydi-da. Zikatga Allohga gapiradi. Aytaveradi Alloh. Namoz o'qiydi, namoz. O'qiradi. Pashol naxoy, menga uylanaman deyotgan chumola. Onangni olib kelasan, xotiningdan ruxsatnoma olib kelasan, oldimga kelasan. Bo'lmasam, yo'birlik qilaman deysan, pulingni olaman. Har eshikda oldiga kelgan payting kartangga pulingni solib kelasan, zel qilaman, shunday gaplashamiz. Siktiringlar bedan. Nikoh qilaman, o'qitaman, sevaman, aytganing, qilma aytganimni o'zim qilib olaman, pulim ber, o'zim olaman, любой narsani. Qo'tag'imni yenglar. Ana mujiksan. Onangizga nikoh qilaman, yashaymiz, bir nimalar qilaman, u qilaman, bu qilaman deb ma'lamoqchi edi. Zik aka, jo'ralariga sherga 10 kishiga osh beraman, sen dugonalaring chaqirasan, uyingdagilarga aytaver meni deb yotuvdi-da, lekin xotiniga aytmayotuvdi. O'g'irlik. Ha? Xotiniga telefon qilsa, mayli, пожалуйста. Telefon qilsa olimga, kim menga uylanmoqchi, yashamoqchi bo'lsa, gaplashamiz Kumush opam bilan. Kumush opa, begim bilan turmush qurmoqchimiz, Kumush opa deb rozimisiz deb. O'g'irlik. Yashirincha qilingan nikoh emas. Nikoh oshkora qilinadi. Shuning uchun kerak emas. Hech kim bilan nikoh qilmayman. Allohim hech kim bilan Xudo nasib qilmayman unaqa nikoh. Haromlar sikvordi umrimni yeb, men bilan yasha, aytgan narsangni olib beraman.
iltimos harom yurmaymiz, bunday bo'ladi, unday bo'ladi deb meni yo'ldan chiqarmoqchi edi-da. Chiqarishi mumkin. Mumkin. Men ham Mumkin, yo'ldan ayolman, chiqarishi mumkin. qulog'im bilan yaxshi ko'raman. Bu yaxshi odam ekan, nikoh qilaman desa to'g'ri yuray qo'y deb ishonib, lag'monlarni qulog'imga ilmoqchi bo'luvdi-da. Men yaqinda katta janjal qildim bitta bala bilan. Rosa menga uylanaman deb kutib o'tirardi meni. Haydi iltimos yur. Mana mullalar, mana hamma narsa tayyor deb yurardi-da. Menga mana dokumenti ham hech nimasi qiziq emas. Odam zoti puli ham qiziq emas. Prosta mana kasal paytim, sog' paytim, menda bori bor, yo'g'i bor. Chem birovni tagiga arzimagan pul uchun borib yotganimdan ko'ra bitta inson bo'lsin. Shu menga og'ir kunimda, yaxshi kunimda, yomon kunimda yonimda bo'lsin deb meni ishonasiz-ku baribir. Da. Endi lekin to'g'ri aytyapsiz. Ertaga menga aytyaptiki, hech narsadan qo'rqma, nikoh o'qitganimizdaglar videoga olasan. Agar ertaga birov senga shunday jalab-balab deyotgan bo'lsa, qani o'sha videoni ko'rsatasan xalqqa deb yuruvdi-da menga. Qaysi xalqqa? Virtualdagi xalqqami? Yo'q, realniga mana realniga saunaysan desa. Realniga ko'rsatish uchun birinchi xotin ruxsat berish kerak. Xotiniga boq qo'y, meni urdi deydi, naxuy deb degan xotin. Ha? Kelmading 5-6 yildan beri kelmading, pashol naxuy uylanib ur degan. Uyni men xotimga o'tkazib ber, siktirib yo'qolib ketdi degan xotini. Prosta qonuniy emas, faqat nikoh. Sanoshga? To'g'risini ayt faqat aldama. Ramazon, roza, o'zing roza tutyapsan? Oxirgi marta qachon popullatding? Ko'p bo'ldi, ancha bo'ldi. Ancha. Bilmayman, ko'p bo'lgandir. 2 oy oldin kim seni 2 oy bo'ldi. popullat? Aytuvdim-ku Srilankaga kiraman deb o'sha paytda. Hozir nega bormayapsan yering yoniga? Endi biz gapimiz kelishmayapti, urushib qolganmiz. U ajrashaman deydi, men ajrashaman deymiz, bilmayman. Shunaqa. Unaqa qilmanglar. Ko'ramiz. Farzandimiz ham yo'q, mehr ham yo'q o'rtaga. Farzand bo'lsa ozgina saqlab qoladi. Bizda farzand ham yo'q, hech narsa yo'q-ku. Endi sen uchun u posledniy spalni, gостиницаxona yoqmayapti. U yerda sen azart ololmayapsan u yigitdan, to'g'rimi? Yo'q, nimaga? U nabarot, u kuchli u. Pastellar kuchli. Ha, u sendan, значит, u sendan kechibdi. Bilmadim kim bilan kechdi. Kechgan nima etsang, sen o'sha nechta soya qilding, boshqa qilding, o'shalarni ko'rib kechganda, uni xafa bo'lmagan boladan. Mushuk bola u. O'zi biladi, erligini qilib qo'ysin edi. Men bera. Men zato chiqib jalablik qilib kimlargadir siktirib pul topganim yo'q. Bilgan biqinisi menga qiziq emas. Erga tegishib qoldingsanmi o'zi Sanoshga? Umuman o'zi ayolingda. Hozir kerak emas. Endi 4-5 yildan keyin o'ylab ko'rishim mumkin. O'shanda ham normalniy odam chiqsa. Bilmasiz 30 yoshdaman. 4-5 yildan keyin necha yoshda bo'lasan? 30 ga 4-5 yoshni qo'shsangiz necha bo'ladi? 34-35 bo'ladi. 35 yoshda qanaqa normalniy mushuk qidiryapsan sen? Farqi nima? Tavba qildim. 2-3 bolaliklarga uylangan yigitlar bor-ku. Ko'rib yuribman. Yo'q. Taqdir bo'lsa u farqi nima? Shundan 35 yoshingda qanaqa mushuk kutyapsan? Qanaqa? Qorni katta, sochi yo'q, tepaklar, tishi tushgan, ikkita tuxum ishlamay qolganidan izlayapmiz. Sen 35-36 yoshingda bo'ladigan bo'lsang, senga xotin ajratgan yoki bo'lmasa xotini necha yilcha bir kasal bo'lib o'lib qolgan, bitta bolasi bor, ikkita bolasi bor. Yigit bachcha ham bor, hozir ham uylanaman deb turgani bor. Menga kerak emas.
u ko'tu senga hozir uylanib turgan yigit bachcha, uylanmagan yigit bachcha u ko'tu. Zato Ne yigit otasi? bachchami? Zato yigit Eshit. bachchami? Ya eshit. Ne otasini, ne onasini, ne oilasida singlisini, ne ammasini, ne opasini umuman erkaklik nimasi yo'q odam 35-36 yoshgacha mana shunaqa ahvolda bo'ladi. U dayusu senga uylanganda nima qilib beradi u? Zik aka, Nima nimaga qiladi senga? yerga tegib ayollarni pastga urasiz? Baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi shu ayollarni? Nimaga pastga urasiz erkaklarni? Ayollarni urmayapman men, u yigitni aytyapman. Agar erkakka bir nima bo'lib qolib, qo'tog'i ishlamay qolsa ham o'sha ayol o'sha bilan yashab yuraveradi-da, nima? Nimaga endi erkakka Nima? yerga tekkan ayol bo'lish kerak? Men ayolni aytmayapman, bolani aytyapman, bolani. Bu aytyapti, yigit bachcha bor deb, hozir menga uylanadi deyapti. Nima qildi? Ammasini hurmati-yu, xolasini nima bo'pti? U balani ham bir kamchiligi bordir. Yaxshi ko'rib qolgandir. Bironta joyda Kamchiligi deysiz. ziyodi bordir, yo birinchi xotiniga yoqmagandir. Mehr Birinchi ko'rmagandir. xotini u yigit bachcha deyapti. Ha, yigit deyapsanmi, Sanosh? Uylanmagan. Doim uylanmagan yigitga tekshir qilgani uchun olmaydi. Iloyim. Platformasi. 36 yoshida Yigit olsin uylanmagan onasi. yigit erkak emas u. 38 yoshgacha uylanmagan O'zi erkak bilan emas. teng, o'zi bilan teng bolaga tegadi. O'zimdan kichkina bo'lsa ham 2-3 yosh farqi nima uni? Sen juvonsanki qaysi yuz bilan tegasan uylanmagan yigitga? Bo'lmaydi. Ibi? Qanaqa yuz kerak? Ibi ikkita bolaliklarga yigitlar uylanyapti. Mani bolam yo'q, mani qizichog'im yo'q. Ular dayus ular dayus. Sen hozir juvonsan, yirtilgansan. Dayus emas. Zek siz noto'g'ri fikrlar ekansiz. Ular yaxshi ko'radi prosta. Ayol kishini baxtli bo'lishga haqqi bor. To'xta Sanosh, yirtilgansan deganingizga. O'sha yirtilib ko'tiga siktirib, qoqtirib yurgan qizlar bo'ydoqqa tegib olyapti. Tiktirib, bularga qanday qaraysiz? Shuni ham bir gapirib o'ting, bir mazza. Yo'q, to'xta. Uni keltirib bilmaydi. Eshit, uni keltirib beraman. U qizlar Uzoqdagi sikishgandan yaqindagi o'pishgan yaxshi deb shuni ko'ngilga aytmagan. savol bering, javob bermoqchiman. U qizlar eriga tegmagan, yirtilib ketgan. Amallab eriga tegyapti, nariyog'iga yaxshi yashab ketyapti. Unga ham garantiya yo'q. Lekin bu qiz, bu qiz eriga tekkan. Hozir bunga uylanmoqchi bo'lgan yigit buni ani tegida chazorga qiziqyapti. Ikki xonali uyga qiziqyapti. Uylar remont bo'lgan, ko'rpa-to'shak bor, hamma narsa bor. Bunga uylanmoq, eshittiray, kalla chaqamni tur, eshittir. Lekin savol tug'iladi. Bu qiz u bolaga mashinasini ravo ko'radimi? Ko'rmaydi. Dasturxonga qo'lini uzatsa, non yeyishga ruxsat beradimi bu? Bermaydi bu. Bu to'shin shunaqa qiz bu. Bunga uylanmoqchi bo'lgan yigit u xunasa o'ylayapti. Men hozir Sanoshkiga uylanaman-da, mashinasini ham men aydaman. Uyda ham men xo'jayin bo'laman. Produktlarni ham birga borib olib kelamiz. Sanoshkani pullarini men shatir ishlataman deb o'ylayapti u. Lekin bu u bilan bir hafta yashaydi. Eng uzog'i 1 oy yashaydi. 1,5 oyda bular pichoqlashadi bir-birisi bilan. U aytadi, "Sen bilan to'g'riganimga $4,000 pulim ketdi" dedi. Eshitdir. Sen bilan to'qiganimga 50 ta 100 ta odam yig'ib turib to'qiganim $4,000 pulim ketdi dedi. Bu aytadi, "Qo'tog'imga mana" dedi. Uyingga olib ketgin dedi meni. Bu meni uyim, bu meni mashinam dedi. Mashinang bilan kelib uylanmanga dedi. Bor top mashina topgin dedi. Bermidi bu mashina. Kim bilan yigitcha qilmasa ham ajrashgani misol uchun to'g'ri kelar yoki xotini o'lgani to'g'ri kelar. Endi bu taqdir. Xullas sen hozir hech qaysi erkakka bo'ysunmaysan sen endi Sanoshga.